Aka baloningizni qoraytirib beray. Yo'q, shart emas uka. Aka bitta qoraytirib, yo'qmasa pulni ham bermay qo'yasiz. Bitta ko'ring, qop-qora qilib qo'yaman. Bo'pti, qoraytirchi. Bo'ldi aka. Aka balonlaringiz ko'ngildagidek qop-qora bo'ldi, sizdan 50 ming bo'ldi. Nima deyapsan uka? Qanaqa 50 ming? Mo'ykani o'zi 50 ming emas-ku. Men ushaman buni. Nima bu? Pul nima bo'ladi? Qancha? 17 ming. 17 qadimgi jonga tiq 17 ming. 17 mingga men lata ham usha olmayman, tushundingmi? Men senga tilamchimanmi? O'zimda haqqimni so'rayapman. Men boshqa to'chkalarim bor. Sen aka iltimos qoraytirib bering deganing uchun keldim. O'z turishingdan mashqga o'sha. Tush! Gaplashatammi? Haqqimni ber. Bu tush. Ishlatib pulimni bermaydi-ya. Bunaqa mashgalarim ko'payib ketdi. Aqlni kirgizib qo'ymasam, nima tushding? To'xta, ximillama. Ashida tur. Ha? Aka, to'g'ri tushuning. Bir og'iz aytdingiz mana. Mashinangiz tabiat yuvmasa, odamzod yuvmay qo'yibdi. Ko'ngilchanlik qilib qoraytirib berdim. Mehnat haqimni berib qo'ying, odamni norozi qilmasdan, aka. Menga qara, o'zingni bosib olgan churka, tushundingmi? Yo'qolay. Sen meni urdingmi? Xudo seni ursin. Amin. Allohu akbar. Sholay. Hey, men qara, men ham 500 so'mlik yozaman, 5 millionlik rasxod qilmayman. Senda qashantajlar 17 ming bo'lsa 17 ming, o'zimning mehnatimda o'zim g'aramini chiqaraman. Ol, kerakmidi? Senga o'xshaganlar ham ko'payib ket. Ol, mana. La 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 la